Hammangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Brawl Pablo, ya'ni Pablo Brawl. Xullas, meni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Meni Minecraft kanalim ham bor. U oldin bor edi, hozir ham bor. U kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Uni kommentariyada qoldiraman. Albatta o'sha yerga o'tib ham videolarimni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Pablo jon nomim, bu yerda esa Pablo Brawl. Xullas, bugun biz bu Edgar Bratishkida hammani yorishga harakat qilamiz. Brawl men ko'p vaqtdan beri o'ynamayman, lekin menga Brawl Stars o'ynash yoqadi. Ko'p vaqtdan beri o'ynayman. Buni ko'pchilik ham bilsa kerak. Bu o'yinni juda ham qiziqarli o'yin, urushli. O'shaning uchun bugun o'ynab ko'ramiz. Xullas, xudo xohlasa YouTube hammani yorib Edgar Bratishkida o'ynaymiz albatta. Va bu yerda shopda free beryapti. Freeni albatta olish kerak, nimaga olmaymiz? Edgarga bitta ham skinim yo'q, juda ham bot ko'rvormanglar. Yaqindagina yuklagan edim. Ko'p bo'lmadi. O, mana quti. Davay, bitta zo'r narsa. Oxirgi odam. Yaxshi. Do'stlar, like bosib ko'raverasizlar. Shunaqa kontentlardan ko'p chiqishi uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib tashlaylar va narigi kanalimga ham o'tib obuna bo'linglar. Unda biz boshladik kutib o'tirmasdan. Sizlarni juda ham ko'p vaqt kutib o'rdim. Aytib o'taman, bu Brawl videolarimiz 15-20 daqiqadan bo'ladi. Juda ham ko'p vaqt olmayman. Sizlar uchun soat 12 da olyapman bu videoni. Chunki Brawl mazza qilib o'ynayman-da. Yonimizda 8 bit bor. Opasniy bu bola. Uchib borish kerak yoniga. Uzoqqa o'xshatadi. Deyarli oldim. Yo'q, do'stlar. Vay. Ha, omadimiz kelmadi. Jamoadashim bo'lib ketdi endi qizig'i. 2ga 1 oson emas, umuman do'stlar. Kechirasizlar, meni umuman bot deb kommentariyaga so'kmanglar. Juda ham opitim bor emas. Oddiygina o'yinchiman. Juda ham hammani yoraman deyotganim yo'q. Aytganingiz, bu kanalda streamlar ham bo'ladi. Streamlarda har xil sizlar bilan, obunachilarim bilan har xil o'yinlar va anaqalar o'tkazamiz. Katta bir turnirlar. Iltimos, uzr sizlardan. Uzr so'ramang siz bo'lganimga. Yonimdagi jamoadoshim kuchli bo'lsa yoraman dedim. Jamoadosh kerak. Shu bir chekkadan yoramiz hammasini. O'yin endi keldi. Kechiradigan joy bu juda ham foydali. Demashda bo'ldi. Yeah! Showdown. Okay. O, yordim, bittasi yordim. İkincisi qochdi shekilli. Yo'q. Zo'rga yaramas. Turardi. Hozir jamoada o'tiriladi. Men o'ldirdim. 3 yil qilibman do'stlar. Dam o'lganim yo'q. Ko'taramiz. 10-15 daqiqacha video bo'ladi.
nima tushadi? Xo'sh, bitta orada birov ham o'ynab turamiz. Futbol. O'zinglarning nicklarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sizlarni druziyaga olib birga o'ynaymiz. Albatta kanalga ham obuna bo'ling. Chunki bir ka bo'lishimiz kerak. Narigi kanalimda 2k obunachim bor. Minecraft videolar qilib 2k obunachi to'plaganman. Bu yerda ham shunaqaga erishaylik, iltimos. Edgar qarshi. Yo'raman, yaqindan yo'raman deb o'yladim. Yordim. Bo'lar endi. Hech yor bordim. 30. Yo'q. Hozir gol uraman mana. O'ldim. Menimcha qiyin bular. Uzr unaqa bot deb so'kmanglar. Voy, nima qildim? Oyog'imga top tushdi. Top mandaligini bilmay qoldim. Ovozlarga ishonib. Xo'sh, yaxshi. Mana shunga ozgina qoldi. Yana bitta Brawl Ball o'ynasak, o'shanda beradi shekilli. Damage olish kerak, ya'ni jonni olish kerak kimdirlarni. Xo'sh. Yoki Edgar shunchalik kuchli yoki men shunchalik kuchliman. 2-3 ta udarga uxlab qolyapti. Gol bo'ldi. Qani. Ketdi gol. Ye. Uzr. Bunaqa baş kerak. Nega bunchalik bot bular? Bo'ldi, gol. Gol. Nimaga Daniel deb chiqqan deb o'ylasanglar, chunki hamma bir joyga o'tilsa shunaqa qo'rqinchli bo'lib ketadi-da. Brawl Ballda hamma bir joyga tiqilish bu eng yomon ishlardan biri. Mana hozir shunaqa narsa bo'lyapti. Yo'q. Nima unaqa qilyapti? Bul. Mana gol. 2 ta golni ham o'zim urdim. Endi strikerman-ku. Ronaldo ham qo'yibdi. Ronaldo deganlar bitta like bosib qo'yinglar videoga. Xo'sh, bu yerda 100 ta coin. Nimaga boshqa personajda o'ynamaysan deyapsizlar? Bo'ldi, hozir o'zgartiraman. Kimda o'ynasam ekan? Xo'sh, hozir bu yerdagi eng zo'ri Edgar bo'lib turibdi. Diamondda o'ynasam ekan. Qo'l ham normalniy lekin. Qo'l dahshat. Xullas.
El Primo'da o'ynagani ko'p bo'ldi. Mashina bitta bosaylik. El Primo legenda deganlar lavhasilar va kommentariyaga albatta sizlarga qaysi personaj eng yoqqani va qaysi birida o'ynaginglar kelganini yozib qoldiringlar. Albatta men hammasini o'qib chiqaman. Javob ham qaytarib chiqaman savolinglar bo'lsa. Qandaydir men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar albatta menga voy joyishim ham o'lib ketdimi? Voy nimaga like bosdim? Play again'ni bosyapman. Endi shuni deb yana u Javodosh bilan o'ynash kerak. Musur ekanmi? Anaqasi bo'lsa nima qilaman? Skini bor ekan endi maqtanib. El Primo unchalik yoqmaydi-ku, lekin eng yoqadigani menga Edgar. Edgarligini. Edgarni yoqtiradiganlar albatta bittalar. Hozir yoraman-da buni. El Primo tanıştan. El Primo. El Primo Sila. El Primo Sila deb yoziladilar kommentga. Yo'ryapman, o'ynay boring. Lekin yordam degani bilan hammani yo'raman deganim yo'q. Bu to'xtash emas. Shunchaki o'yindagilarga aytdim. Epic, Mythic. Mythic bo'ladi. Questlarni ko'raylikchi, bitta quest bajaraylik. Xo'sh, quest. Defeat 15 enemies. Ular qanaqadir hozir bu showdownda yana bir ikkita missiya bor. Questni ishlayveraman hozir. Kuchli o'yin o'ynasam ishlayman. Do'stlar, videom yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib obuna bo'linglar. Qo'llab-quvvatlanglar, iltimos sizlardan. Shunaqa mehnatlarni qilyapman. Nari kanalimga, Minecraft kanalimga ham albatta obuna bo'linglar, chunki u yerda juda ham qiziqarli Minecraft Javani qanaqa yuklasa bo'ladi. Minecraftni telefonga, ya'ni kompyuterga emas. Minecraft Java versiyasini telefonga qanaqa yuklasa bo'ladi. To'xta, yaqinda o'xshaydigan. Bitta bekor keldim. O'ldim. Bardakda o'ldim. Bardakni o'rag'imda qolib ketdim. Bunaqa joyda qolish juda ham qanaqadir tank bosib ketadi-yu, shunaqa tankda qolishda gap. O'zi ham Frank keldi-da. Frank degan bo'ldi, hayotdan ajrashding degani bo'ldi. Frank oldinga keldimi, joning kam vaqtida qochishga iloji yo'q. Bo'ldi, aylanib turib bitta zarba beryapti. Imkoni ham yo'q edi. Imkoni bo'lsa ham, lekin 99% imkonsiz, 1% imkon. Unda ham anaqani mana sarig'ini ishlatib uchib ketishim mumkin edi. Lekin u ham yo'q. Lekin pasport ko'rganlar endi e'tibor bermaganda shunday. Bot ekanda. Men qildim, kutaman. Öldüm. Canım aylanıp durayım, aylanıp çamadoşum kesin. Hiç olmazsa
bir 4000 yoki 5000 uron yeb berar, hech bo'lmasa. Foydasi ham tegsin menga. Bitta jamoa qoldi, ikkita odam. Mana. Oldinga boryapman. Mana senga. Squat bilan yopaman. El Primo legenda deb yana bir marta yozmasalar bo'lmaydi. El Primo dahshat, prosta dahshat. Shunaqa o'zbekcha Brawl kontent qayerda ko'rgansizlar? Mazza qilib layklarni bosib ko'rib o'tiringlar. Yeb ichgan narsalarni olib kelib. Hali obunachim, obunachilarim ham, Minecraft obunachilarim ham hammasi bu yerga o'tsa, bu yerda ham 2K bo'laman va kimdirlar menga iltimos qilib kommentariyaga yozsin. Akkauntim nomini, akkauntini anaqa qilib beraman. Nima edi? Maqtab beraman, ya'ni nimalar borligini ko'rib beraman. Shuning uchun yana bir marta shu showdown o'ynaymiz. Xo'sh, 16 daqiqa bo'libdi videoni. 20 daqiqa qila qolaylik mana shu videoni. Sizlarga yaxshi emasmi? Qancha ko'p bo'lsa video. Mazza qilib ko'rib o'tirasiz. Yoki hozir telefonda o'ynagingiz kelmayotgan bo'lsa Brawl Stars meni ko'rib o'tirasiz, to'g'rimi? Endi ikkisi ham snaryad otadi. Uzoqda otadigan ikkisi ham snaryad bilan. Men yaqindan o'tishga yaxshiman. Qarayman, jamoadashim ham o'tib ketdi. Bot ekan. Snaryad o'tarilib yo'qmaydi shu darajada. Endi ayniqsa o Barley robot eng yoqmaydigan personaj. Qanday qilib o'libdi bu? O'lishimga bitta sababchi odam qoch. Qanday o'ynaysan? Franking bor-ku. Menga Frank bersa bor-ku. Tog'ni 2 marta aylantirib tashlab 6 ta odamni orqamachasiga o'ldirib beraman. Oson. Frankni o'ynash shu darajada osonki, o'ldirish odam. Men tushunmayman. O'ldida odam turibdi, o'ldirolmaydi. Lekin Frankning bir joyi yomon, chunki udarni sekin beradi. Bir udar bergandan keyin ikkinchisini berish qiyin. Bolg'asini ko'tarish kerak, yana urish kerak. Ungacha Edgar bo'lsa, Edgar million udar berib tashlaydi. Edgar kuchli, Edgar sizlar deb yana bir marta yozamiz. Qani keling. Yaqindan Otmuş. Uni joni juda dahshat kam qoldi. Meniki ham shunaqa edi. Lekin yutdim uni. U zarba bera olmay qoldi oxirgisida. Edgar. Qancha zarba beryapsan? Oldinga raqib turibdi, orqaga zarba berib. Nima bor? Orqaga nima bor? Asab tolalarim kam qolyapti. Shunaqa so'kardim, lekin video ketyapti. Videodan so'kish harom. O'zi so'kish umuman harom hisoblanadi, lekin bizga odat. Lekin siz ham so'kishga harakat qilmanglar. So'kmashga harakat qilinglar. So'kishga harom. Juda yomon odat.
Ye, qoch. Bardakka suqilma. Qulama. Bardakka suqilma. Gandon. Nima qilyapti bu? Baribir so'kinib qo'ydim. Uzr lekin. So'kindimi baribir? Baribir so'kintirdi-ya, yaxshi. Sen Nita odamni yurganlar yoqmaydi menga. Nitani personajini qo'ygan odam yoqmaydi. Faqat bot ko'rinadi. Xo'sh do'stlar, korotchi bitta muammo bilan hozir internet sal parod qilib qo'ydi. Parod qilganda bitta retret chiqib qoldi va o'yindan chiqib ketdi. Xullas, vaqt ham 20 daqiqadan o'tdi. Xullas, video yoqdi degan umiddaman. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bundan-da qiziqroq kontent chiqishi uchun keyingi video qanaqa bo'lsin, nima haqida bo'lsin, qaysi personajda o'ynang, o'sha haqida albatta kommentariyaga yozing va men hammasini o'qib chiqaman. Bunda hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha bolalar.